Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Krasnodar Toshkent, Toshkent Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. O'zbekistonda Rossiyaning barcha shaharlariga avtobuslarimiz qatnayapti. Bemalol O'zbekiston raqamimiz orqali bog'lanib, barcha ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Krasnodar, Rostov-na-Don, Volgograd, Saratov, Mariupol, Donetsk, Lugansk, Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Kelenchik shaharlarida ishlab yurgan hamyurtlarimiz hamda Tojikiston fuqarolari vatanga qaytish uchun O'zbekiston raqamimiz orqali bog'lanib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Dokumentida muammosi bor yurtdoshlarimizni ham muammosiz olib kelamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Rossiyskiy raqamimiz +7 960 285 75 75. O'zbekiston raqamimiz esa 90 kodi bilan 268 53 13. Reyslarimiz hozirda haftada 2 marta amalga oshirilyapti. Krasnodardan Toshkentga seshanba va shanba kunlari, Toshkentdan Krasnodarga esa seshanba va juma kunlari. Bemalol batafsil ma'lumot olinglar. Videoga like bosishni unutmanglar.